Islom olamida yadro quroliga ega bo'lgan yagona davlat bu Pokiston Islom Respublikasidir. 1974-yilda Hindiston o'zini ilk atom bombasini yaratgandan so'ng bir vaqtlar yagona xalq bo'lgan, ammo keyinchalik ashaddiy dushmanga aylangan Pokiston qo'shnisidan ortda qolmasligi uchun zudlik bilan o'z yadro qurolini yaratishga kirishdi. Asosan Abdulqodir Xon nomi bilan bog'liq bo'lgan ushbu loyiha insoniyat tarixidagi eng puxta o'ylangan reja, ayyorlik va josuslik mahsuli hisoblanadi. Yaxshilab joylashib olinglar. Bugungi videoda qanday qilib asosan qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan oddiy davlat texnologik jihatdan o'ta murakkab bo'lgan yadro qurolini yarata olganini ko'rib chiqamiz. Keling avval Pokistonni imkoniyatlariga to'xtalib o'tamiz. Bu davlat shakar qamish, paxta va mango yetishtirish bo'yicha dunyoda 5-o'rinda. Piyoz va xurmo yetishtirish bo'yicha esa 6-o'rinda turadi. Bundan tashqari, mamlakatda apelsin, pomidor, kartoshka va bug'doy kabi mahsulotlar ham ko'p yetishtiriladi. Qo'shimchasiga, ularning mahalliy hunarmandchilikka asoslangan ishlab chiqarish sohasi Hindistonni oziq-ovqat sanoati bilan bemalol raqobatlasha oladi. Aholisini faqat 3dan 2 qismigina boshlang'ich maktabga boradigan, hatto fizika fani majburiy darslar qatoriga kirmaydigan mamlakatdan haqiqiy atom bombasini kutish juda qiyin. Lekin fakt shuki, Pokistonda bunday qurol bor. Ularda bu bomba qayerdan paydo bo'ldi degan savolga javob berishdan oldin esa tarixga nazar tashlashimiz kerak. Pokiston 1947-yilda Britaniya mustamlakasi bo'lgan Hindistonning ikkiga bo'linishi natijasida paydo bo'lgan. Bu bo'linishdan asosiy maqsad tarixiy Hindiston hududidagi musulmonlar uchun alohida mustaqil davlat tashkil etish edi. Natijada bir paytlar yagona bo'lgan xalq ikkiga ajraldi. Tarix shuni ko'rsatadiki, sobiq ittifoqchidan ko'ra xavfliroq dushman bo'lmaydi. O'shandan beri Pokiston va Hindiston o'rtasida naq 4 urush bo'lib o'tdi. Chegaradagi doimiy otishmalar va hal qilinmagan Kashmir muammosi bu ikki qo'shnini ashaddiy dushmanga aylantirdi. Vaziyatni tubdan o'zgartirgan voqea esa 1974-yilda yuz berdi. Hindiston tabassum qilayotgan Budda nomli operatsiya doirasida quvvati 12 kilotonna bo'lgan o'zini birinchi yer osti yadro portlashini amalga oshirdi. Garchi bu dunyoda tinch maqsadli sinov sifatida e'lon qilingan bo'lsa-da, Pokiston hukumati buni jiddiy xavf deb qabul qildi. Chunki endi do'st bo'lmagan ulkan qo'shni davlat Pokiston shaharlarini, hatto Islomobodni bir zumda radioaktiv changga aylantirib yuborishi mumkin edi. Pokiston rahbarlari zudlik bilan javob qaytarish va o'z atom bombasini yaratish kerak degan qat'iy xulosaga kelishdi. Ammo oldinda katta to'siq bor edi. Pokistonda bomba yaratish uchun kerak bo'lgan sanoat bazasi umuman yo'q edi. Bombani yasashdan oldin esa avvalo uni yasay oladigan sanoatni noldan qurish talab etilardi. Aslida Pokiston o'sha paytdagi bosh vaziri Zulfiqor Ali Bhutto bu xavfni ancha oldin sezgan edi. U hali 1965-yildayoq Xalqaro atom energiyasi agentligida ishlovchi pokistonlik olimlar orqali Hindiston yadro dasturi dahshatli tezlikda rivojlanayotganidan xabar topgandi. Aynan o'sha paytda u o'zini mashhur tarixiy so'zlarini aytgandi. Agar Hindiston o'z atom bombasini yaratsa, biz ham o'z bombamizga ega bo'lishimiz shart. Hatto buning uchun o't o'lan yeb ochlikdan o'lsak ham. Nasroniylarda, yahudiylarda va endi hindlarda ham bomba bor. Nega endi musulmonlarda bunday qurol bo'lmasligi kerak? Natijada 1972-yil yanvar oyida Multan shahrida o'ta maxfiy uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda bosh vazir Zulfiqor Ali Bhutto Pokiston yadro dasturiga rasman start berdi va olimlar oldiga qat'iy vazifa qo'ydi. Nima qilib bo'lsa ham mamlakatni yadro quroli bilan ta'minlash. Ali Bhutto ishni bir vaqtning o'zida 2 yo'nalishda boshladi. Birinchisi rasmiy yo'l. Bu dunyo hamjamiyati va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda olib boriladigan, go'yoki faqat atom elektr energiyasini olishga qaratilgan tinchlik atomi loyihasi edi. Bu yo'nalish rahbari esa Nobel mukofoti sovrindori mashhur nazariyotchi fizik Abdussalom bo'ldi. Ikkinchi yo'l yashirin tarmoq tuzish edi. Bu sirli yoki ko'zdan uzoqdagi tuzilma bo'lib, u olimlar, razvedkachilar va diplomatlardan iborat edi. Ularning vazifasi xalqaro qonun-qoida va cheklovlarni aylanib o'tish, soxta firmalar ochish orqali kerakli texnologik uskunalarni sotib olish, yashirincha mutaxassislarni yo'llash va reaktor chizmalarini qo'lga kiritishdan iborat bo'lgan. Bu xuddi bilardiki, ertaga xalqaro bosim va cheklovlar yoki sanksiyalar boshlansa, bomba yaratishda faqat mana shu yashirin tarmoqqa suyanish mumkin bo'lar edi.
Dastlab rasmiy loyiha doirasida Buyuk Britaniya Pokistonga yordam qo'lini cho'zdi. 1969-yilda uzoq muzokaralardan so'ng inglizlar Pokistonga ishlatilgan yadro yoqilg'isini qayta ishlovchi zavodni sotishga rozi bo'lishdi. Bu zavod yiliga 360 gramm qurolbop plutoniy ishlab chiqarish quvvatiga ega edi. Pokistonlik olimlar o'zlariga haddan tashqari ishonib, biz faqat eng asosiy qismlarni sotib olsak bo'ldi, qolganini o'zimiz qura olamiz degan xulosaga kelishdi. Ammo tarix shuni ko'rsatadiki, bunday murakkab texnologiyani tashqi yordamsiz, faqat o'z kuchi bilan qurish deyarli imkonsiz ishdir. Bunga qaramay, Pokiston rasmiylariga bu reja juda istiqbolli ko'rinardi. Pokiston xuddi Amerika Qo'shma Shtatlari Ikkinchi jahon urushida qilgani kabi bir vaqtning o'zida ikki turdagi yadro bombasini yasashni maqsad qildi. Plutoniy va uran bombalari bir vaqtda yig'ilishi kerak edi. Plutoniy zavodiga parallel ravishda 1970-yilda Deragazi-Xon shahrida uran rudalarini qayta ishlovchi tajriba korxonasi qurila boshlandi. Lekin ko'p o'tmay Alim xuddi qo'rqqan narsa sodir bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Kanadaning kuchli siyosiy bosimi ostida Buyuk Britaniya Pokiston bilan hamkorlikni to'satdan to'xtatdi. Inglizlar hamkorlikni to'xtatgach, pokistonliklar darhol Fransiyaga yuzlanishdi. 1974-yilda fransuzlar ularga zavod qurib berishga rozi bo'lishdi. Ammo bu quvonch ham uzoqqa cho'zilmadi. 1978-yilga kelib, turli qiyinchiliklar va texnik muammolar sababli plutoniy asosidagi bomba yasash rejasi barbod bo'ldi. Ammo Pokistonda siz bilgandek har doim zaxira varianti bor edi. Hali 1965-yildayoq Pokiston Atom energiyasi komissiyasi o'z olimlarini chet elga ommaviy ravishda o'qishga yoki amaliyot hamda aspiranturaga yuborishni boshlagan edi. Bu talabalar faqatgina ilm olish bilan cheklanib qolmay, bo'sh vaqtlarida josuslik bilan ham shug'ullanishardi. O'tgan asrning 70-yillariga kelib, Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, Germaniya va Niderlandiya kabi rivojlangan davlatlarda shunday maxsus vazifali talabalar soni 600 taga yetgan edi. Ular o'sha davlatlardagi sanoat korxonalari bilan aloqa o'rnatar, islom olamiga xayrixoh bo'lgan kerakli odamlarni qidirib topar va zarur maslahatchilarni yo'llashardi. Eng qiziq voqealar esa uranni boyitish bilan shug'ullanuvchi mashhur Urenco kompaniyasi atrofida sodir bo'ldi. Qizig'i shundaki, turli sabablar bilan Urenkada ishdan bo'shatilgan olimlar ko'p o'tmay tasodifan Islomobodda paydo bo'lib, yadro dasturida maslahatchi sifatida ish boshlab yuborishardi. Bu kompaniyaning muhandislari Pokiston yadro loyihasida to'g'ridan-to'g'ri qatnashgan kamdan-kam chet elliklar edi. Chet elliklarni yo'llaydigan josuslar orasida esa ota ajdodlari o'zbeklarga borib taqaladigan bir pokistonlik muhandis bor edi. Uning ismi Abdulqodirxon. Bu inson shunchaki olim yoki muhandis emas, balki haqiqiy daho, uddaburon menejer, sarguzasht talab, shu bilan birga muhojir, o'g'ri va josus ham edi. Abdulqodirxon nafaqat Pokiston, balki butun dunyo tarixida o'chmas iz qoldirgan shaxsdir. Xon 1936-yilda hali Britaniya mustamlakasi bo'lgan Hindistonda tug'ilgan. Mamlakat ikkiga bo'lingach esa uning oilasi Pokistonga ko'chib ketadi. Xonning o'zi esa o'qishni tugatib 5 yildan so'ng ularning ortidan boradi. U o'zining iqtidori bilan Islomobod universiteti stipendiyasini yutib oladi, bu unga Yevropa eshiklarini ochadi. Va u 1961-yilda Berlinga ko'chib o'tadi. Keyin Gollandiyaning Delft texnika universitetida muhandislik diplomini oladi. 1972-yilda esa Belgiyaning Leuven universitetida metallurgiya bo'yicha fan doktori bo'ladi. Natijada u Yevropani ko'plab nufuzli joylarida bo'lib, katta obro' va kerakli tanishlarni orttirishga ulguradi. Belgiyadagi domlasining tavsiyasi va yordami bilan Abdulqodirxon Urenco kompaniyasiga ishga kirdi. Bilganingizdek, bu korxona uranni boyitish bilan shug'ullanardi. Urenco korxonasida Abdulqodirxon maxsus e'tiborga ega emas edi. U ilmiy yulduz ham, muhandislik daholaridan biri ham emas edi. U bor yo'g'i sharqdan kelgan kamtarin muhandis edi. Aynan mana shu bepisandlik va e'tiborsizlik Xonning rejalarini amalga oshirish uchun ayni muddao bo'ldi. Xon o'zining xush muomalaligi va tirishqoqligi bilan tezda rahbariyat ishonchiga kirdi va eng muhimi, o'ta maxfiy hujjatlar bilan ishlash ruxsatini qo'lga kiritdi. O'sha paytlarda korxonalarda ichki xavfsizlik qoidalari uncha qattiq emas, taqiqlar faqat qog'ozda mavjud edi. Muloyim va kamtarin Xon tezda korxona jamoasiga qo'shilib, hamma uchun o'zimizning bola bo'lib qoldi.
Taqdirni qarangki, aynan shu vaqtda uran izotoplarini ajratish uchun zarur bo'lgan sentrifugalarning texnik hujjatlarini nemis tilidan golland tiliga tarjima qilish zaruriyati tug'ildi. Abdulqodirxon esa nafaqat bu ikki tilni mukammal biladigan, balki chizmalarni ham tushunadigan kamyob mutaxassis edi. Oqibatda unga gaz sentrifugalarining batafsil chizmalarini tarjima qilish topshirildi. Ish juda shoshilinch bo'lgani va unga qattiq ishonishgani sababli xonga hatto maxfiy hujjatlarni uyga olib ketib ishlashga ham ruxsat berishdi. Shu tariqa u dunyodagi eng qimmatbaho va qattiq qo'riqlanadigan sirning to'liq egasiga aylandi. Natija esa kutilganidek bo'ldi. 1975-yilda Abdulqodirxon izotop ajratishi uchun zarur bo'lgan sentrifuga chizmalarini Pokistonga yubordi. Bu josuslik shu qadar ustalik va maxfiylik bilan bajarildiki, hatto dunyodagi eng kuchli razvedkaga ega Amerika Qo'shma Shtatlari bundan bexabar qoldi. Bu ham yetmaganidek, xon shunchaki chizmalarni emas, balki yordamchi qurilmalar, rotor konstruksiyalar, boshqaruv dasturlari va yuzlab o'ta maxfiy hujjatlarni o'zi bilan olib ketdi. Sodda qilib aytganda, birgina Abdulqodirxonning o'zi boyitilgan uran ishlab chiqarish uchun kerakli butun boshli ta'minot zanjiriga ega edi. 1975-yil dekabr oyida Hindiston yadro sinovlarini o'tkazganidan so'ng xon Pokistonga keldi. Garchi Pokistondagi mahalliy olimlar unga qarshilik qilishgan bo'lsa-da, bosh vazir Ali Bhutto uni to'liq qo'llab-quvvatladi. Chunki bu vaqtga kelib plutoniy bombasini yaratish rejasi barbod bo'lgan. Xon taklif qilgan uran bombasi esa najot yo'li bo'lib ko'rinar edi. 1976-yilda faqat uran bombasini yaratishga qaratilgan Kahut tadqiqot laboratoriyasi tashkil etildi. Ular kerakli uskunalar va jihozlarni Dubayda ochilgan soxta firmalar orqali sotib olishar, keyin esa oddiy sanoat yuki niqobi ostida Pokistonga jo'natishardi. Qizig'i shundaki, bu laboratoriya sotib olayotgan uskunalar xon ishlagan Urenco firmasi ishlatadigan uskunalar bilan bir xil edi. Hatto ishlab chiqaruvchi zavodlar ham o'sha. Aynan shu narsa xonni fosh qildi, lekin Urenco xalqaro janjal ko'tarilishini xohlamadi. Amerika Qo'shma Shtatlari esa qani pokistonliklar qo'lidan nima kelar ekan degan maqsadda kuzatishni afzal ko'rishdi. Natijada xonni qamoqqa olishmadi, balki shunchaki boshqa xavfsizroq lavozimga o'tkazishdi. Ammo xon ahmoq emas edi. U xavf yaqinligini sezdi va taqdirni sinab o'tirmay, halol o'g'irlangan hujjatlarini qo'ltiqlab, ta'til bahonasida juftakni rostladi. Va u boshqa hech qachon Gollandiyaga qaytib kelmadi. 1980-yillarning boshigacha Pokiston yadro dasturi ancha tartibsiz va markazlashmagan edi. Texnologiyalar turli davlatlardagi har xil soxta firmalar orqali qaltis va xavfli yo'llar bilan olib kelinardi. Bu esa bomba yaratish jarayonini sekinlashtirar va samarasiz qilar edi. Abdulqodirxon esa o'z vatanidan turib shaxsiy ta'minot tarmog'ini yaratdi. Bunga esa uning talabalik davridagi qadrdon do'sti Fred Siner va uning oilasi yaqindan yordam berdi. Muhandis Fred Siner va uning o'g'illari Urs hamda Marko texnologik mahsulotlar yetkazib berish tizimini shunchalik mukammal va markazlashgan holatga keltirishdiki, bu tarmoq keyinchalik dunyoda yadro supermarketi nomini oldi. Fred Siner bo'lsa, bu yashirin bozorning asosiy boshqaruvchisiga aylandi. Natijada Germaniya va Amerika Qo'shma Shtatlarida yadro texnologiyalariga oid uskunalar sotib olish ko'payib ketgani Federal qidiruv byurosini e'tiborini tortdi. Ular yangi tergov boshlab, Sinerlar oilasining eng kichik vakili Ursni siquvga olishdi va uni o'zlariga ishlovchi maxfiy axborotchi agentga aylantirishdi. Aynan shu vaqtda Abdulqodirxon Malayziyada gaz sentrifugalarini ishlab chiqaruvchi zavod ochgan edi. Urs Siner esa u yerda rahbar sifatida chizmalar bilan ishlardi. Federal qidiruv byurosi topshirig'iga binoan Urs chizmalarga ko'zga ko'rinmas mayda o'zgarishlar, nuqsonlar kiritdi. Natijada ushbu chizmalar asosida yasalgan sentrifugalar ishlayotganda tez buzilib, yonidagi uskunalarni ham ishdan chiqarar edi. Lekin qizig'i shundaki, bu buzuq sentrifugalar Pokiston uchun emas, balki Liviya va Eron uchun mo'ljallangan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari jinoyatchilarni odatiy tarzda yo'q qilish o'rniga mana shunday ayyorona usul bilan ularni ishini barbod qilish strategiyasini tanlagandi. G'arb davlatlari qanchalik urinmasin, bu choralar kutilgan natijani bermadi. 1980-yillarga kelib, Kahut laboratoriyasi uchun kerakli uskunalarning naq 80% xalqaro nazoratni aylanib o'tgan holda chet elda muvaffaqiyatli olib kelinardi.
G'arb razvedkasi ma'lumotiga ko'ra, 1977-yilda bosh vazir Ali Bxutto hokimiyatdan ag'darilgan paytda Kaxutda sentrifugalarning birinchi guruhi allaqachon sinovdan o'tib bo'lgan edi. Boshqa pokistonlik nazariyotchi olimlar esa yadro portlash modelini kompyuterda muvaffaqiyatli sinab ko'rishgandi. 1982-yil Kaxutdagi uranni boyitish zavodi to'liq ishga tushdi. 1995-yil Xushob tumanida og'ir suv reaktori qurildi va plutoniy ishlab chiqarish ham yo'lga qo'yildi. Shu tariqa Pokistonda ham uran, ham plutoniy ishlab chiqarish uchun to'laqonli infratuzilma yaratildi. Kerakli miqdorda yoqilg'i to'plandi, bombani manzilga erituvchi raketalar shay holatga keltirildi. Va nihoyat 1998-yil 28-may kuni Chag'ay poligonida tarixiy voqea sodir bo'ldi. Pokiston umumiy quvvati 60 kilotonna bo'lgan o'zining birinchi atom bombalarini muvaffaqiyatli portlatdi. Aytishlaricha, portlashlardan biri termoyadro, ya'ni vodorod bombasi bo'lgan, ammo bu ma'lumot rasman tasdiqlanmagan. Yadro qurolini yaratish bo'yicha bu ulkan ishlar to'plami rasman 706-loyiha deb nomlangan va dastlabki bosqichda $450 million baholangan edi. Dunyoning aksariyat davlatlari Pokistonga qarshi qattiq iqtisodiy sanksiyalar joriy qilgan bir paytda musulmon dunyosi ularni yolg'izlatib qo'ymadi. Saudiya Arabistoni yadro sinovlarini qo'llab-quvvatlash ramzi sifatida Pokistonga kuniga 50 ming barrel bepul neft yetkazib turdi. Birlashgan Arab Amirliklaridagi boy shayxlar loyihani moliyaviy tomondan katta mablag'lar bilan ta'minlashdi. Natijada Abdulqodirxon Pokistonga 10 yildan kamroq vaqt ichida atom bombasini taqdim etdi. U nafaqat millat qahramoni va daho josus, balki jahon tarixidagi birinchi marta to'laqonli yadro texnologiyalarini qora bozorini yaratgan shaxs sifatida ham tarixda qoldi. Tasavvur qiling, u Xalqaro atom agentligi federal qidiruv bo'limi va boshqa o'nlab maxsus xizmatlarning burni tagida turib, Eronga sentrifugalar va texnologiyalar sotdi. Liviyaga yadro uskunalarini yetkazib berdi. Shimoliy Koreyaga esa uran texnologiyalarini berib, evaziga raketa dvigatellarini qo'lga kiritdi. 2024-yil hisob-kitoblariga ko'ra, Pokiston arsenalida 170 tadan 190 tagacha yadro kallaklari mavjud. Bu azaliy raqib Hindistonnikidan ko'ra ko'proq, lekin Fransiya va Xitoynikidan kamroq. Biroq Pokistonni uranni boyitish va plutoniy ishlab chiqarish tezligi dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biridir. Agar jarayon shunday davom etsa, 2030-yilga borib Pokiston jangovar kallaklar soni bo'yicha hatto Buyuk Britaniyani ham ortda qoldirishi mumkin. Ammo bombaning borligi bir masala, uni dushman hududiga yetkazib berish esa boshqa masala. Pokiston buning uchun Hatf-7 Bobur qanotli raketalardan foydalanishi mumkin. Bugungi kunga kelib, Pokiston yadro qurolini ishlab chiqarishning to'liq sikliga ega bo'lib, o'zini o'zi mustaqil ta'minlay oladigan darajaga yetgan. Uranni qazib olish Balochiston viloyatida, uranni boyitish Kaxut korxonasida, bombani yasash Baxa shahridagi Milliy muhandislik markazida amalga oshiriladi. Boshqa davlatlardan farqli o'laroq, Pokiston yadro quroli bu sof ilm-fan mo'jizasi emas. Bu ko'proq maxfiy diplomatiya, ayyorlik va josuslikning g'alabasidir. Bu haqiqatdan ham juda murakkab, qing'ir va xavfli yo'l bo'ldi. Lekin tan olish kerakki, barcha to'siqlar, sanksiyalar va qarshiliklarga qaramay, pokistonliklar o'z maqsadlariga erishdilar. Bugun Pokiston islom olamidagi yagona mag'rur yadro davlatidir. Bundan tashqari, Saudiya Arabistoni ham Pokiston bilan yadro qurolidan himoya maqsadida foydalanish bo'yicha maxsus shartnoma tuzmoqda. Demak, xulosa qilib aytish mumkinki, bugungi kunda islom olamining yadro darajasidagi haqiqiy himoyachisi mavjud. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va izoh qoldiring. Agar qaysidir ilmiy mavzu sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, uni ham izohlarda yozing. Balki aynan sizning izohingiz keyingi videolarimiz mavzusi bo'lar. Yana Fantech kanalida ko'rishguncha